2024-yilda O'zbekiston iqtisodiyoti jadal rivojlanib, yalpi ichki mahsulot hajmi 6,5% ga oshsa, ushbu makroiqtisodiy barqarorlik davlat byudjet daromadlarini shakllantirishga zamin yaratdi. Jahon bankining prognoziga ko'ra, O'zbekiston iqtisodiyoti 2024-yilda 5,3% o'sishi kutilayotganda, real o'sish mana amalda 6,5% ni tashkil qildi. Bu o'sha dunyoda bo'layotgan geosiyosiy vaziyatda mamlakatimizning global iqtisodiyotdagi o'rnini mustahkamlash va aholi daromadligini oshirish yangi imkoniyatlarini yaratmoqda. Natijada mana shu iqtisodiy o'sish sur'atlarining yuqori bo'lishi bu 2024-yilda soliq siyosatining hamda soliq ma'murchiligini yaxshilash evaziga davlat byudjetiga tasdiqlangan prognoz yana 196,5 trillion so'm o'rniga 199,5 trillion so'm tushishiga erishildi. Bu esa 2023-yilga nisbatan 33,5 trillion so'm yoki 20,2% ga ko'p soliq tushumlari tushishi ta'minlandi. Endi yirik soliq to'lovchilar bo'yicha soliq tushumlari 123 trillion so'mni, ya'ni o'sishi 20% dan o'sdi. Hududlar bo'yicha 76,3 trillion so'm tashkil qildi. Bu ham o'sishi 23-yilga nisbatan 20,5% ni tashkil qildi. Barcha hududlarda eng yuqori o'sish sur'atlari bu birinchi navbatda Toshkent shahrida 27%, Sirdaryo viloyatida 25%, Toshkent viloyatida 23%, Xorazm viloyatida 20%, Samarqand viloyatida 18% o'sishi ta'minlandi. Deyarli davlat byudjetining 65% dan oshiq tushumlar mana shu 4 ta soliqqa to'g'ri keladi. Birinchi navbatda qo'shilgan qiymat soliq tushumlari bu 39,6 trillion so'm ni tashkil qildi. Jami davlat byudjetini deyarli 20% tashkiladi. Mana shu iqtisodiy o'sish hamda soliq imtiyozlarini bekor qilish hisobiga 2023-yilga nisbatan 16,4% ga o'sishi ta'minlandi. Ikkinchi asosiy soliq turi bu yuridik shaxslardan olinadigan foyda solig'i. Tushumlari 53 trillion so'mni tashkil qildi. Bu jami tushumni 26,4% tashkil qiladi. Bu asosan o'sha korxona tashkilotlarining moliyaviy holatini yaxshilanishi va sof foydaning oshishi hisobiga 2023-yilga nisbatan 11,9 trillion so'mga yoki 29% ga o'sishi ta'minlandi. Uchinchi asosiy soliq turi bu yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq tushumlari 20,2 trillion so'mni tashkil qildi, ya'ni jami tushumlarga 10,1% tashkil qiladi va bu soliq ma'murchiligini yaxshilash evaziga va soliq hisobotlarini haqqoniyligini tahlil qilib borish hisobiga 2023-yilga nisbatan 4,9 trillion so'm yoki 32% ga o'sishi ta'minlandi. Aksiz solig'i bo'yicha soliq tushumlari 17,8 trillion so'm, ya'ni jami davlat byudjetida 8,9% tashkil etib, iqtisodiy o'sish, soliq stavkalari indeksatsiya qilinishi va raqamlashtirishni kengaytirish evaziga 2023-yil mos davriga nisbatan 2,6 trillion so'm yoki 17,4% ga o'sishi ta'minlandi. Endi 2024-yilda biz o'sha sohalarga soliq organlarini birіктirish, soliq hisobotlarini tahlil qilish va tafovutlarni bartaraf etish, ya'ni soliq to'lovchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlash evaziga 486 milliard so'mlik qo'shimcha soliqlar hisoblandi. Shundan 420 milliard so'mi undirildi. Bu o'sha soliq organi bilan soliq to'lovchilar orasidagi munosabatni yaxshilash evaziga.